Dilvaga kim kelgan? Man. Tabriklayman, qiz farzandli bo'ldi. Yana qizmi? Menga o'g'il bo'ladi deyshudi-yu. Mirzayevaga kim? Ben keluvdim. Tabriklayman, o'g'il farzandli bo'ldingiz. Umr bilan berganmiz. Yana o'g'ilmi? Ha. O'zi 3 ta o'g'lim bo'lsa, qiz kutuvdim bu gal. Komilovaga siz keluvmidingiz? Ha, man. Kiring gaplashamiz. Ha, opa tinchlikmi? Xafa bo'lmang, farzandingiz nobud bo'ldi. Nima dedingiz? Hali ko'p farzandli bo'lasizlar. Onasi, xafa bo'lma. Allohning irodasi ekan. Xudo xolisa hali ko'p farzandlarimiz bo'ladi. Xudo xohlasa rosa. Sen baxtingga sog' bo'lsang bo'ldi. Aytganingiz kelsin. Tirnoq qazorlar qancha. Ba'zida noshukrchilik qilib qo'yamiz. Insonlar.